Ela umuman aldanmayman. Haqiqiy sifatli katta qo'chqor olaman degan akalarimiz bormidi. Juni umuman bo'lmagan. O'zi akalar top-toza mana shunaqa olgan odam birdan yemlashga tayyor variantdagi akalar qo'zilarimizni topib qo'ydik. Assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan kuzatib turgan, biz uchun qadrli bo'lgan ko'kalarimiz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani akalar, xo'p Xalqot mahallasidan sizlarga akalar mana shunaqa yaxshi, sifati ham zo'r, bo'ylari ham yaxshi mana shunday qo'zilarimizni ko'rsatish uchun yetib kelganman. Akalar videoga bitta like bosib, kommentariyada Alloh bizga ham nasib qilsin deb yozib ketinglar. Mana akalar, sizlar uchun umuman aldanmaydigan mana shunaqa sifatlari zo'r qo'zi qo'chqorchalardan akalar ozgina hamma ma'lumotlari bilan xudo xolasa sizlarga yetkazaveramiz. Olgan odam akalar maza qiladi. Sababi akalar buni faqatgina shunday boqishga taylasalaringiz bo'ldi. Unaqa mehnat shart emas. Junini bunaqa degan gap yo'q. Shuning uchun akalar tezroq shoshilib qolamiz. Mana shunday qo'zlarimizda hamma ma'lumotlarini egalaridan Sarur akamiz bilan birgalikda sizlarga yetkazishni boshlaymiz akalar. Sarur aka, yaxshimisiz aka? Charchamaygina. Suhrobjon, mazza. Rahmat aka. Joningiz sog' bo'lsin. Endi mana qo'zlaringizni ko'rsatyapmiz, yomon emas. Zo'r tarbiyalabsiz. Buni endi aka jullarni o'zingiz oldingizmi? Olingan, tayyor. Mana akalar. Pul kerak uchun sotilyapti. Mana. Sarur aka, endi mana hozir ko'ryapmiz, yomon emas, xudo xolasa olib turib mol qilaman degan akalarimizga yaxshi variant ekan bu. Bu yerda zo'r tayyor bo'lib turibdi. Necha bosh qo'zi bor aka? 13 ta, bari qo'chqor suhrobjon. Bari qo'chqor. Men shunisiga hozir e'tibor berdim. Qulog'iga, o'ng qulog'idan ikki tarafdan ham mana shuni pastda olingan ekan, o'ng tarafdan. Bir enmi bular? Bir en. Gap. Akalar, mana qo'zlarimizga e'tibor beramiz. Bir endan mana shunaqa qo'zi qo'chqorchalar. Endi aka, bu qo'zlarimiz ancha yaxshi ekan. Buni xudo xolasa olib turib, umuman tashvishsiz shunday mol qilishga tayyor ekanda. Shunday suhrobjon. Xo'p, endi 13 bosh dedik-a? 13 ta. Bu 13 dan aka sog'ligida hech qanday kami yo'q. Mana o'nlab turibdi, yebishi bir hafta garantiya suhrobjon. Gap yo'q. Aka, buni yosh oyligi necha oydan necha oygacha bu qo'zlarimiz? 3 oylik, 4 oylik suhrobjon. 3 oylik, 4 oylik qo'zlar shunday kattami? Mana akalar. 3 oy, 4 oylik qo'zlarimizda akalar kattaligiga e'tibor berasizlar. Ancha yirik xudo xolasa juda yaxshi. Endi zo'r o'zgargan ekan aka bu qo'zlarimiz. Bularni endi sog'ligiga garantiya ham berishga berib oldingiz. Shu bo'ylari eng baland necha chiqyapti shularniki? Kattalari 75-80, kichkinalari 70 ta. 80 chiqmas. Shu 65 kichkinasi, kattalari shu 70 kilosigada aka menimcha. Nima dedingiz? Yo 80 ham 80 ko'rmaydi. Ular chiqsa kerak suhrobjon. Bo'ldi 70 ga olursiz. Endi 80 chiqadi, ikkitani ustma ust qo'yishadi deydik. Hazil. Akalar, hozir kayfiyat uchun hazillashib olyapmiz akamiz bilan. Endi aka, yomon emas. Qo'zini mana sifatlari, yunglari olingan, juda menga yoqib turibdi. Buni olgan odam qiynalmaydi xudo xolasa. Buni nima qildik endi aka? Bir dastavkasini yo'li bormi? Dastlabki suhrobjon Samarqand Buxoroga davr. Samarqand Buxorogacha. Endi Samarqand Buxoro demaylik, O'zbekiston bo'ylab ham. Aviaga ham kelishamiz suhrobjon. Xudo xolasa telefon qilgan akalarimizni beumid qilmaysiz. Shunday. Dastavkani yo'lini qilib beraverasiz. Yashang. Akalar, telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. Dastavka degan masala endi hozir kunimizga umuman muammolik joyi, faqat soni sal ozroqligi uchun Samarqand Buxorogacha qilib beramiz deyaptilar. Kelishilsa, menimcha O'zbekistonni qayerga bo'lishidan qat'iy nazar dastavka bo'laveradi. Endi Sarur aka, qo'zlaringiz yoqdi, yomon emas. Buni endi bo'ladigan qilib bir narxini ham bir qochirmasdan ayting, qani necha puldan deysiz aka? Suhrobjon, bular 4 million 38 demaymiz suhrobjon. 36 dan bersin, O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beraman. Endi aka 36 baland. 36 salgina baland bo'lyapti aka. Buni bir kelishtirsak, shuni oladigan odam baraka topsin Sarur aka, nima deysiz? Bo'ldi, 3,5 bersin suhrobjon. Aka, 100 mingni shuni ham bilaman, xayriga shuni o'tib beraverasiz aka. 100 ming so'ramayman sizdan. Yana 100 tushing aka, shuni 3 million 400 ga qo'yaylik. Molingizni past ko'rib 3 million 100, 3 million 200 deb turmadim aka. To'g'risida. To'g'ri, ichiga bor. Mana shunday bitta ikkitasini olib chiqsangiz, bozorga ancha qimmat sotasiz. 4 ga yaqin sotasiz-da. Lekin ichiga bitta yarim sal kichkinasi borligi uchun aka, mol o'ziga qarab baho qo'yaylik aka. O'z suhrobjon, hurmatingiz bor obunachilaringiz uchun olsin, 34 dan o'zlari olib ketsin. 3 million 400 dan. Yo'q, o'zlari olib ketsin. Yana siz ham bu yog'ini bir qoplab qo'yasiz. Yo'q, aka, dastavka ham endi qilib berish kerak, unday demang. Shu hech bo'lmasa mayli, Samarqand Buxorogacha 34 dan. Bo'ldi, olasiz. Bo'ldi, mana gap yo'q. Akalar, mana ko'rib turibmiz, Samarqand Buxorogacha xudo xolasa 3 million 400 ming so'mdan bo'ldi. Boshqa joylarga akalar dastavkasi kelishilsa, mana akalar, sizlar uchun mana shunaqa sifatli, katta yirik mana shunday qo'zilarimiz sotuvda. Like bosib obuna bo'lamiz akalar. Manzilimizni eslatib o'taman. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani akalar, Xalqot mahallasidan sizlar uchun mana shunaqa junlar olingan, poychalari qalin, akalar yuk ko'taradigan, qancha xudo xolasa semirsa ham yuk ko'taradigan juda bir sifatli mana shunday qo'zi qo'chqorchalarimiz sotuvda. Ulgurgan odam oladi akalar. Talash bo'lib ketish ehtimoli katta, sababi akalar narxi ham yengil bo'ldi. Akalar, bunaqasi betashvish, bemehnati kamdan kam chiqadi.